Yaxshi hujumlar tashkil etilyapti va gol! Yorib tashlashdi hujumni do'stlar. Bu kombinatsiya deyiladi. Boltaboyev urdi. Marushichmi? Muhammadali G'iyosov. Hop, 2-2. Xo'sh. Super snagashibательный derdi rus sharhlovchilari bo'lganda. Marushich javob berdi menimcha Azim Ahmedovga bugungi super derbida. Voy do'stlar, qanaqa gollar ko'ryapmiz, qanaqa o'yin ko'ryapmiz. Shu joyda Navbahor futbolchilari qo'pol xatoga yo'l qo'yishdi. Endi bu yerda qo'pol xatomi yoki Neftchining bosimi? Farg'ona ahli butunlay bayramni boshlab yubordi. Uchuvchi comeback qilyapti. Levchenko qoladi do'stlar. Ovora bo'lmanglar deydi. Navbahor menimcha o'sha markazni olgandan keyin